Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Bugun 240 prinsipimiz tayyor holatga kelgan. Bu prinsipimiz telishgan risorlardan qo'yilgan. Yonlari ramalari shviller, ostlari shviller, taglari karkaslar to'qilgan chiroyli qilib ko'rishingiz mumkin. Orqa tomon ko'rinishlari. Poliga baqat 1.8 litsedan bosganmiz. Ko'rishingiz mumkin. 2.5 ga 1.5 prinsipimiz 2 mosli 15 razmerdagi bolalarda turibdi. Telishga risordan tur qator shviller, old tortqichlar shviller, taglar 1.8 lis. Bemalol ho'kiz tashlashda ham xo'p, og'ir metall tashlashda ham bo'laveradi. 2.30 ga 1.30 prinsipimiz mana ko'rishingiz mumkin. Zavodskiy holatda bu prinsipimiz. Zavod prinsip hisoblanadi. Mana prinsipimiz 2 ga 1.30 ko'rishingiz mumkin. 2 ga 1.30. Ostlari buni ham qanday desada. Kimga mana shunday prinsiplar kerak bo'lsa, xo'p, pastdagi telefon nomeridagi telefon qilib qolasizlar. Ishlab chiqarish manzilimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida, mashina bozorining yonginasida mana Suhrob servis. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.